G'or bitmadi-ya bu, ey. Men jimman. 3 ta tilaging bor. Qani ayt. Birinchisi, xotinim bilan o'rnim almashib qolsin. Ikkinchisi, sarxozdan uy. Uchinchisini ayt. Yo, keyin aytaman. Mali, bor sopki. Mashrabim, voy o'lay. Hozir. Voy boshim. Mana shu, shuncha ham ichadimi odamga? Tarobga. Ay, qochoq kel. Kecha bekor aralashtiramiz deb borib, kirib ketdilar keyin. Kechaga ovqatni isitdim. Tuxum qo'rsang qo'yasanmi? Qo'rning qoqishi bor. Do'konga chiqib kelgandan ko'ra anaqam qolmabdi. Ay, bila, 10 kun oldin olib kelib berdim-ku. Men erkak bo'lib do'konga kirib san narsani so'rayapmanmi? Yep. Men 3 kun uyga kelmayman. Ha, yasanib. Qayerga ketyapsiz? Har doim shunaqasiz. Ko'chada yurmaysiz. Voy. Men o'ynab yurganim yo'q, tushundingmi? O'zingizni taqib keting hech bo'lmasam. Qisqa tur uyda. Olmamini. Jonim, men bu toshlarni shaqillashiga qiziqaman. Mashrabim, zappa. Baysal bilan. Sen o'ylagan narsa. Inangni yeb turaman. Ayol bo'lish naqadar qiyin ekan. Jin qanisa qaytar ayollarga qiyin ekan. Menga yoqmadi qaytar joyiga. Buni iloji yo'q. Nimaga? Sen homiladorsan?